Yoshlar yurtimiz kelajagi, istiqboldagi rejalarimiz ularning kamolotiga bog'liq. Mamlakatimizda ham ertamiz egalarining har tomonlama qobil inson sifatida shakllanishida yetarli shart-sharoit yaratib berish, amaliy ko'mak ko'rsatish davlat va jamoat tashkilotlari mas'ul etib belgilangan. Bu borada Vobkent tumanida ham aniq maqsadlarga yo'naltirilgan keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Vobkent tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan hududdagi boshqa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda yoshlarning sifatli ta'lim olishi, sport bilan muntazam shug'ullanishi, kasb-hunar o'rganishi, ularning turli yot g'oyalar ta'siriga tushib qolishining oldini olish maqsadida o'tkazib kelinayotgan keng qamrovli tadbirlarni bunga misol qilib ko'rsatish mumkin. Yaqinda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i kubok uchun umumta'lim maktablari yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida tashkil etilgan voleybol sport turi bo'yicha musobaqa ko'tarinki ruhda va yuqori saviyada nihoyasiga yetdi. Tadbir g'oliblari tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlandilar. Maqsadimiz faqat yoshlarni sport bilan jalb qilish. Tumanimizda faxrli shu voleybol sport turini yana ham ko'tarinki kayfiyatda o'tkazish, yoshlarni voleybolga bo'lgan qiziqishini yanada orttirish. Mana bugungi musobaqa g'oliblari munosib taqdirlandi. Bundan keyingi uyushmagan yoshlar ham sportga o'z hissasini qo'shib, o'z qiziqishlari bilan kirib keladi voleybol sport turiga deb o'ylayman. Shuningdek, tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan mahalla fuqarolar yig'inlarida yashovchi yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik, bezorilik hamda giyohvandlik illatlariga qarshi kurashish bo'yicha tizimli ravishda uchrashuv va targ'ibot tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Jumladan, mahallalarda jinoyatchilik profilaktikasi samaradorligini yanada oshirish maqsadida Charimgaron mahallasi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'iga biriktirilgan bo'lib, bugun mazkur mahallada huquqbuzarliklar profilaktikasi borasidagi faoliyatni maqsadli tashkil etish, bu borada ijtimoiy profilaktika choralari samaradorligini oshirish hamda mahallacha jinoyatlarning barvaqt oldini olish bo'yicha samarali tizimni yo'lga qo'yish maqsadidagi ishlar Chilonzor tajribasi asosida tashkil qilingan. Ichki ishlar boshlig'i bilan birgalikda har kuni jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshiryapmiz. Bun bo'yicha biz avvalambor yo'l xaritasini tuzib oldik. Bu bo'yicha 53 toifaga kiradigan fuqarolarni, jinoyatchilikka mas'ul bo'lgan fuqarolarni, nizoli oilalarni va shu bilan birgalikda janjalkash oilalarning ro'yxatlarini tuzib, qanday ishlarni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni tuzib oldik. Bizning mahallamizda 18 ta ko'cha bo'lib, mana shu 18 ta ko'chada ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda barchalari ko'chalarni xatlovini amalga oshirdik. Mana shu ko'chalarda vaziyatda og'ir, nizoli oilalar bo'lgan, firibgarligi bo'lgan shu fuqarolar bilan nomma-nom tanishib, ular bilan qanday ishlarni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni tuzib oldik. Tumanimizdagi Charimgaron mahallasida 120 dan ortiq kameralar qo'yilgan. Biz yana shunga qo'shimcha qilib 50 dan ortiq yuz taniydigan, avtomobillarning nomerini tanib oladigan kameralar qo'yib, shu jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha ishlarni amalga oshirmoqchimiz. Albatta, yoshlarimizning komil inson bo'lib voyaga yetishiga xizmat qiladigan bu kabi sa'y-harakatlar barcha davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan olib borilmoqda. Sababi, yoshlar kamoloti uchun amalga oshirilgan har bir ezgu ish jamiyatimizning yuksalishiga xizmat qiladigan muhim vazifadir.